Kechki soat 8. Chorvadamiz. Ana akam sovuq yeganda ichkariga kirib oldilar. Mana. Dachadamiz, servisga kelganmiz. Anu men professionalniy santexnikman, men ishimning ustasiman. Yorib yuboraman deydigan santexniklar bo'ladi-yu. Shunaqa santexniklarning ishini to'g'irlagani kelganmiz. Qisqa qilib tushuntiraman, o'zingizlar tushunib olasizlar. Mana dimoxoddan misol. Anu oppoq turgan kotyolni dimoxodi. Mana. Par chiqib turibdi lekin ishlayapti. Ko'ryapsizlar? Akamlar dachani yaqinda sotib olgan ekanlar. Ukam shunaqa qiynalyapman dedilar. Endi anu sotgan odamni ham, santexnikka ham shunaqa duo qilyapman dedilar. Kelmasang bo'lmaydi dedilar. Kechki soat 8 bo'lsa ham chiqib kelyapmiz mana. Nima deymiz? Odamlar bor, odamlarning naqshidir deydi-yu. Shunaqa.